Hurmatli obunachilar, smartfon tanlashdan ko'ra avval magazinni tanlashlaringiz kerak. Chunki siz ishonchli joydan olsangizgina hozirgi paytda smartfondan baraka topasiz. Biz esa 20 yildan beri har bir mijozni rozi qilgan va sizni eng to'g'ri tanlov qilishingizga yordam beradigan magazinimiz. Siz ertalab turasizda, uyg'onib bizni videolarni, bizni Telegram, pastda Instagram havolalarga obuna bo'lib qo'yinglar. 100 tadan ortiq smartfonni ochiq oydin vitrinada ko'rasizlar. Tayyor vitrinada bitta ko'rsatayotgandek ko'rasizlar. Qaysi biri ma'qul kelsa olasizlar. Hammasi yangi tovar. Assalomu alaykum. Bugungi noyobliklar. Xiaomi 15 Pro. Qalban his qilib gapiryapman, sizlar ham qalban his etinglar. Bu smartfon yangisi $1000 dan qimmat turadi. Bu Xitoyga zakaz berasiz, bir hafta yoki 45 kun davomida kirib keladi. Va bu smartfonning narxini men sizga hozir Xiaomi 15 narxidan arzon narxga $539 ga qilib beraman. Honor X9D dunyoning bardoshli smartfoni. Har bir smartfonning o'ziga xos uslubi bor. Bu esa terakt rangi. Bu o'ziga xoslik, o'ziga xos noyoblik. Full holatda $270 ga, ya'ni yangi korobkadan ochilingan holat. 8300 ampere tasavvur qilyapsizmi? Endi smartfonlar batareyasi shunaqa chiqsa agar batareykadan muammo tug'ilmaydi. 2-3 kunlik batareyka qo'yishni esdan chiqarib qo'yasiz. Oddiy misol, mana shu Apple Watch soatimni 2 kunda, 3 kunda bazarakka qilaman. Xuddi shu singari bu telefonlarni shunaqa qilsangiz, juda ham boshqacha bo'ladi. Redmi 15 8 ga 256 lisini $130 ga va 6 ga 128 lisini esa $115 ga qilib beraman. Smartfonlarimiz batareykasi 7000 amperli. Tasavvur qilyapsizmi? O'ta darajada mukammallikni his etishingizni ta'minlab beraman. Bu hali hammasi emas. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har bir smartfon o'ziga xos mohiyat, xususiyatga ega. 256-96 absolyutno yangi bo'lgan eksklyuziv bu smartfonni taklif etar ekanman. Narxini chegirma narxda $980 ga qilib beraman. Bunaqasi 1000 dan qimmat turadi. Men sizga inson uchun yaralgan haqiqiy antenasi bo'yicha nomer 1 bo'lgan 16E modelini smartfon o'ta solidniy uslubda $559 ga yangi 128 100% varianti. Men sizga iPhone hozir syomka bo'layotgan telefon orange rangda 17 Pro mana. 17 Pro da ham xuddi shunaqa varianti. Amerika regionida olsangiz afzallik jihatlari bo'lsa bor, kamchiligi yo'q xudo xolasa. Sim karta slot uchun joy yo'q, lekin o'sha joyga batareyka qilib chiqarilgan. Batareykasi esa 17 Pro Max kabi yetadi. Narxi esa $1099 ga. Mana sizga telefonda zo'ri, mana sizga zo'r imkoniyat, zo'r taklif. iPhone 13 Pro Max ni $500 dan qilyapti. Biz bu narxlarda eSIM gacha o'tkazib berishga va'da beramiz. Narxi esa $649 ga ideal holatda 15 Pro. $200 ga eSIM gacha o'tgan 64-93% iPhone 11 modelimiz. iPhone 14 Pro ni 13 Pro ni 128-90% o'ta yangi $420 ga. Tasavvur qilyapsiz, narxlar o'ta arzon. 128 talik, lekin $135 ga 100 batareykali iPhone SE. Bunaqa narxga hozir 64 talik sotyapmiz. Lekin sizga chegirmada 64.98 $230 ga. Bu haqiqiy sensatsion arzon narxda. iPhone 15 Pro $655 ga 128-95% xudo xolasa. iPhone 13 Pro Max ni yangida eSIM-gacha o'tgan $500 dan qilyapti, 100% rabno Amerikadan kelgan ideal variantda. $290 ga iPhone va Samsungda eng premium modellari bo'lsa, bu Samsung hamki flip model, bu o'zgacha xoslik. Flagman S seriya emas, undan da qimmat flip model. Ochilganda, yopilganda rohatlanasiz, o'zgacha xarakter taklif etadi. Smartfon siz inson uchun, cho'ntag uchun yaralgan eksklyuziv narsa. Narxi $155 ga S15 O'zbekistonda ozgina ishlaganligi tufayli arzon. Note 20 Ultra'ni ideal qora varianti, yangida A+ segmentda narxi atigi $310 dan 340 ga ham topish qiyin bunaqa smartfonni. $90 ga 15 seni yangi deyarlisi, $130 ga 8 ga 256 Redmi Note 12 Pro o'ta eksklyuziv 464 talik varianti. Redmi 9A o'zi 3 ga 32 talisini 50 sotamiz. $40 ga qilib beraman. Bu 128 xotira, 120 Hz ekran, zamonaviy dizayn, Redmi 5A, mukammallik siz bilan. Inshaalloh $77 ga. Aynan siz uchun. Chegirma narx Smart 8 $75 ga. Xudo xolasa ishonchni oqlay olgan model. Bunaqa ideal A35 ni tasavvur ham qila olmaysiz. Salafanlar olinmagan, korobka ochganingizda qanaqa holat bo'lsa, undan tiniq holatda desam mubolag'a bo'lmaydi. Smartfon absolyut yangi narsa. Smartfonni $195 ga haqiqiy arzon narxda his etib gapiryapman. His etib oling, albatta arzon narxlar.
kecha yaqin tanishimga $865 $25 Ultra sotibman. Bugun men $800 qilib beraman. Dual sim kartali Jet Black rangda. $150 S15G ni ideal variantda. Просто tak A+ holatda sotilingan. A+ holatda turibdi. O'zbekistonda ozgina ishlaganligi uchun $25 arzoniga. Biz sizga ideal iPhone 11 Pro ni hozir taklif etdik. Fold 5 modellarimizni esa chegirmada $590 dan qilib beramiz. Даже 590 dan kelgan A+ segmentda bu smartfonlar o'z dunyoyingizni kashf qilishingizga yordam beradi. Smartfonlarda bizda ikki xil varianti bor: A+ va A-. Narxi $520 ga A-. Eski motorlar narxi $460 bo'lib ketdi. $480 ga Dubai varianti ham bor. S23 variantlarimiz narxi $360 dan eSIMlargacha o'tgan. O'ta ideal holatda O'zbekistonga kirib kelish narxi 350 keladi. Men 360 qilib beryapman. Bu o'ta arzon narx. S23 pluslar esa kerak bo'lsa 400 dan qimmat ham kelsa, hammasini stabil 395 dan qilib qo'ydik. Chegirma narxda S21larning A+larini 210 dan, A-larini 185 dan qilib beramiz. Hamma varianti bor. $185 ga A- varianti, $145 ga Note 13 Pro modelimiz. O'ta kuchli Pro imkoniyatlar eshigi siz uchun. S23 ni Dubai varianti ideal holatda aynan hozir $355 ga, koreyskidan arzon narxga, $340 ga Dubai varianti xudo xolasa. Aynan smartfonlarni eng noyob rangda BTS Edition degan rangi bo'ladi. S20 Plus da bo'ladi. Narxlarini esa 235 dan qilib beramiz. iPhone 14 Pro Max ni 256.98 $580 qilib beraman. iPhone 11 Pro Max ni ekran almashgan 256 usulinni $249 ga iPhone 11 dan narxidan arzon narxga, iPhone 13 mini ni iPhone 12 mini dan arzon narxga $220 ga, iPhone X dan arzon $150 ga No Face ID, iPhone XS $160 ga ideal holatda va A26 modelimiz bor. Siz uchun juda ham arzon narxga, bor yo'g'i $200 evasiga. Aynan bizda A17 smartfonlar kolleksiyasida $170 dan eng aktual model mana shu model bo'lib turibdi. Biz sizga qulaylik ulashamiz. Buds 2 Pro $145 turadi naushnik narxi. AKG texnologiya. Oddiy Xitoy naushni ham 50-60 turadi. Men buni $50 qilib beraman. Haqiqiy zo'r taklif. Bizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bu bizning asosiy birinchi filialimiz va sizga ikkinchi filialda o'ta noyobliklarni, hech qaysi magazinda yo'q modellarni pastda Telegram hovlida joylab qo'ydik. Albatta obuna bo'linglar. Biz sizlarni xizmatlarini qilganimizdan mamnun bo'ladigan magazinmiz.